Bizning Dehqonobod Universal Faiz oilaviy korxonamiz 5 yildan buyon aqlli kat yo'llarni ishlab chiqaramiz. Shu O'zbekiston bo'yicha MDH davlatlari, yon atrof qo'shni davlatlarimizga eksport qilamiz. Xonadonlarga, katta binolarga, maktab, bog'chalarga yetkazib beryapmiz hozirgi kunda. 100 kvadratdan boshlab 5000 kvadratgacha ob'yomdagi kat yo'llarimizni yetkazib beryapmiz. Xudo xolasa, go'z standartlariga to'laqonli javob beradi. Kelajakda bu Voida Titan brendimizni dunyoga tanitish maqsadida harakat qilyapmiz. Korxonamizda bugungi kunda 30-35 nafarga yaqin ishchi xodimlar ishlaydi. Bugungi kunda korxonamizda 3-4 xilga yaqin apparatlarimiz bor. Birinchisi plazmaris apparatimiz, lazer. List tayyor holatda qo'yiladi. Razmerlarga, bizga kerakli razmerlarga shakl berishda foydalanamiz. Undan keyin listagib apparatimiz bor. Bizga shakllarni bukib chiqarib berishda foydalanamiz. Xo'p, qolganlari qo'l mehnati bilan sekin-sekin, asta-asta, bosqichma-bosqich tayyorlanadi. Hozirgi kunda kvadratiga qarab, katta kichikligiga qarab 15 ta 20 tagacha kat yo'l chiqadi bir kunda. Kat yo'llarimiz boshlanishiga qarab shu $1000 $3,000 3,5 ming bor hozirgi kunda ob'yomiga qarab. Kelajakda bu firmamizda qo'shimchalar qilib, misol faqat aqlli kat yo'llar bilan emas, boshqa yangiliklarni kiritib, yangiliklar ustida ishlayapmiz. Faoliyatlarimizni yana kengaytiramiz xudo xolasa kelgusida.